Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor hammaga bugun o'sha qisqa mavzuyimiz Germaniyadan butunlay chiqib ketishdan oldin ochilgan bank hisob raqamini yopish jarayonini ozgina bosqichma-bosqich ko'rsatib o'tmoqchiman. Keyin esa savol-javob bo'lsa, keyin qilaveramiz. Xo'p, birinchi jarayonning umumiy bosqichlariga keladigan bo'lsak, bu yerda tayyorlov bosqichi bor, to'lov va mandatlarni bekor qilish bor, bank bilan bog'lanish, hujjatlarni topshirish va oxirida esa hisobni, ya'ni bank hisob raqamini yopish va bankdan bu haqda tasdiqnoma talab qilish kerak bo'ladi va bularni alohida tushuntirib o'taman. Birinchi bosqichda albatta qanaqa bank hisob raqamlaringiz bor, hammasini ba'zilarda misol uchun ikkita bankdan ochilgan bo'lishi mumkin, ba'zilarda ham Giro konto ham kredit kartalar bo'lishi mumkin yoki onlayn bankdan ham konto ochgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun avval birinchi sizda qaysilar borligini o'zingiz uchun aniqlab, ba'zida bo'lishi mumkin hali ikkita uchta bank bo'lib ketgandan keyin esdan chiqib qolish ehtimoli ham bor. O'shaning uchun avvalambor o'zingizni qaysi bankda hisob raqamingiz borligini o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Ikkinchi bosqichda esa, ya'ni o'sha aynan tayyorlov bosqichining ikkinchi etapida esa siz aynan shu bankingizga qanday doimiy to'lovlarni bog'lab qo'ygansiz. Bu davo auftrag deydi. Va ko'p holatda bunday doimiy to'lovlar avtomatik tarzda, ya'ni o'zidan o'zi yechib olinadi bankingiz bu pullarni yoki siz registratsiya qilgan joy, masalan deylik, telefon raqam olgan bo'lsangiz, bunga qanaqadir telefonni Fairtrack'ga olgan bo'lsangiz, ular har oyda o'sha belgilangan vaqtda bu narsalarni yechib olishadi. Bunga misol uchun o'sha boya aytganimizdek telefon yoki Wi-Fi olgan bo'lsangiz, Wi-Fi yoki qandaydir saytlarga registratsiya a'zo bo'lgan bo'lsangiz, ular yechib olishi mumkin. Ijaraga avtomatik tarzda qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, ular yechib olishi mumkin. Sug'urtalar buni ichiga kirib ketadi. Qandaydir sug'urtalarni yopgan bo'lsangiz, bular hammasi avtomatik tarzda yechib olinadigan yoki mana biletlar, misol uchun Deutschland ticket deymizmi yoki boshqa ticket deymizmi, bularni aniqlab olishingiz kerak. Ba'zilarni hattoki esidan chiqib ketib qoladi, nimalar uchun registratsiya qilib qo'ygani, qanday to'lovlari bor, lekin buni o'tirib albatta ro'yxat qilib chiqishingiz kerak. Bularni aniqlab olganingizdan keyin keyingi qiladigan ishingiz bu albatta o'sha hisob raqamingizda qanday summa bo'lsa, o'shani naqd pulda yechib olsangiz, ertaga shunaqa muammolar duch kelmaydi. Ba'zilar bo'lishi mumkin, boshqa joyga ko'chayotgan bo'lsa, Germaniya hududining o'zida o'sha eski bank hisob raqamini yopmoqchi va boshqa ochmoqchi bo'lsa ham, xuddi narsa tegishli bo'ladi shu narsa. Bu eski bankdagi pullarni yangi bankka to'liq ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Va banklar yopilgandan keyin siz ish beruvchiga oyligingizni, oxirgi oyligingizni qanday qilib to'lanishini bir gaplashib olsangiz, umumiy qilganda yaxshi bo'ladi. Endi ba'zi ish beruvchilar buni oldindan aytadi, lekin banklarni ham so'roq qo'yib ariza yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, siz o'zingiz O'zbekistonga qaytib ketdingiz va bu yerda bank oxirgi oyligingiz, mana misol uchun oktyabr o'sha hali tugamadi, lekin siz 20-oktyabrda O'zbekistonga qaytib ketishingiz kerak deb misol qilib olsak, ish beruvchi bilan gaplashgan holda va bankka ham ariza yozayotganda ulardan so'rab, men ertaroq ketaman, lekin oyligim tushishi kerak hali. O'shanga 20-oktyabrga emas, 20-noyabrga
avtomatik tarzda o'chirish yo'lga qo'ysak bo'ladimi desangiz, ha desa, keyin ish beruvchingizga bu xabarni aytasiz. Ish beruvchi noyabr oyini hisob kitobini, oktyabr oyining oyligini hisob kitobini noyabrning 3-kunida qilsa, sizga taxminan 5-6 noyabrda pullar tushsa, lekin o'sha pullari siz yo onlayn banking orqali yoki qandaydir yo'l bilan o'zingizga o'tkazib olishingiz kerak yoki qaysidir sherigingizga. Agar ishongan odamingiz bo'lsa, kartangizni tashlab ketsangiz, u keyin ertaga parollari bilan pulni yechib olib sizga jo'natish imkoniyati bo'ladi. Aslida men uchun eng ma'qul yo'l shu. Chunki ba'zi bir ish beruvchilar naqd oylik to'lashni xohlamaydi. O'shaning uchun ana Western Union imkoniyatlar bor, lekin ularga toqati bo'lmaydi, vaqti bo'lmaydi. O'shaning uchun bankka aloqaga chiqqaningizda avval o'shani so'rab ko'ring. Ya'ni men o'zim mana shu kuni ketaman, lekin oyligim tushishi kerak, oxirgi oyligim. Shuni hisobiga mana shu muddatdan boshlab turib kundigin yozsam bo'ladimi deb so'rasangiz, ular tushuntiradi va bu haqda ish beruvchingizga aytib qo'yishingiz kerak. Bundan tashqari bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Agar bu endi ko'proq Germaniya ichida ko'chsangiz yoki mana O'zbekistondagi danlilaringiz bergingiz kelsa, bu haqda bankka ma'lumot olmasangiz bo'ladi. Bunga ikkita sabab bor, buni qilishingiz kerak bo'lgani. Hozirgi yashayotgan joyingizga agar o'zgartirmasa, tinmasdan xat kelaradi. Endi bir kishining asabi buzilgan bo'ladi, ya'ni uy egasini yoki ish beruvchini yoki o'sha uyni sizdan keyin yashayotgan odamni. Ikkinchi sababi, agar bank sizni qidirib topa olmasa, ba'zi banklarning xatlari pullik hisoblanadi. Ya'ni sizga bir marta jo'natishi bepul bo'ladi, lekin ikkinchi marta, uchinchi marta, to'rtinchi marta jo'natsa pullik bo'lib ketadi. O'shaning hisobiga yig'ilib qanaqadir shtraflar to'planib qolishi mumkin. Hattoki buni oqibatida kattaroq shtraflarga ham o'tib ketish ehtimoli baland. Shuning uchun buni albatta bankka men bu uydan chiqib ketyapman, mani keyingi yo email orqali, mani email elektron pochta orqali yoki O'zbekistondagi mani adresim, mani telefon raqami orqali sen menga yeta olasan deyishingiz mumkin. Bu ham qachongacha? Aynan o'sha bank hisob raqami to'liq yopilguncha. Qanday orada misol uchun siz qaytib ketdingiz, bank hali yopilmagan, bunda qanaqadir bankning ham sizga bo'lgan savol javobi bo'lishi mumkin. Xo'p. Keyingi masalamiz bu ikkinchi bosqich, to'lov va mandatlarni bekor qilish. Mandat deganda o'sha boya aytganimizdek, qanaqadir qarzdorliklar yoki doimiy to'lovlari avtomatlashtirilgan holati bo'lsa, bularni albatta bekor qilishingiz kerak. Buni qanday? Misol uchun doimiy buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir doim avtomatik holda yechib oladigan bo'lsa, albatta buni aynan siz qayerga shu narsani, misol uchun telefon kompaniyasi bo'lsa, ularga aloqaga chiqib, men qaytib ketyapman va shu vertragimni bekor qilmoqchiman deb turib, albatta buni to'xtatib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasam, ular doimiy ravishda yechib olishga harakat qiladi, bankda pul qolmagan bo'ladi yoki bank yopiq bo'ladi va buni ertaga kerak bo'lsa sudga ham chiqazib yuborishi mumkin. Bu ham ikkinchi masala, bu SEPA mandat. SEPA ham xuddi da'vo avtorakka o'xshaydi. Ya'ni misol uchun ijara shartnomalari bo'lsa, ularni avtomatik tarzda yechib oladigan bo'lsa yoki qandaydir to'lovlar bo'lishi mumkin, ya'ni nebenkostenlarga to'lovlar bo'lishi mumkin. Yoki sug'urtalar olgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun qo'shimcha sug'urtalar, telefoningizga sug'urta olgan bo'lishingiz mumkin. Ularni albatta xat orqali bekor qilib qo'yishingiz kerak. Imkon qadar email orqali bekor qiling. Chunki telefon orqali bu ko'p keyin buni isbotlab berish qiyinroq bo'ladi. Uchinchisi, kredit kartangiz. Kredit kartangiz bo'lsa, kredit karta bu degani ko'p holatda minusga kiradigan karta bo'ladi. O'zingizga bilinmaydi, ba'zilari har kvartalda hisob-kitob qilinadi, ba'zilari esa har oy oxirida. Ungacha xuddi sizni o'zingizda kartangizda pul bordek tuyulaveradi, lekin oxirida hisob-kitob kelsa,
minuslari oyi oxirida ochib qo'yadi. O'shaning uchun kredit kartada xuddi siz birovi pulini ishlatib turganday bo'lasiz, lekin oxirida baribir o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ladi. Debit kartalarda bu ham ozgina minusga kirishi mumkin, lekin bular juda katta minusga kirmaydi. Yoki qarz yoki overdraft, ya'ni dispo bo'ladigan bo'lsa, bularni ham to'liq yopib keting. Qarzingiz bo'lsa, qarzingizni bankka aytib yoki haqqingiz bo'lsa, uni olib yechib olsangiz, keyin ertaga xotirjam bo'lasiz. Va oxirida har bitta o'sha qilgan mana da'vo avtrak bo'ladimi, SEPA bo'ladimi, kredit karta, debit bo'ladimi, ularni yopganligingizga o'zingiz ro'yxat qilib, chek-lista qilib, ishonchingizni hosil qiling. Biron narsa esdan chiqib ketib qolmasin. Uchinchi bosqichimiz esa bu bank bilan bog'lanish, ya'ni aynan bank hisob raqamini o'chirishga ariza topshirish bir yo'nalishi. Birinchi etapda ko'p banklar, ayniqsa onlayn ochilgan banklar, onlayn kundegin qilish yoki o'sha ariza berish imkoniyatini beradi. Buni avval tekshirib ko'rishingiz kerak va telefon orqali bo'ladi. Ikkinchi variant bu ba'zi holatlarda o'sha telefon orqali ham qilsangiz bo'ladi. Lekin men doim iltimos qilgan bo'lardim, baribir yozma ko'proq ishonchliroq. Pochta orqali yoki elektron pochta orqali ham qilsangiz bo'ladi. O'sha email o'zingizni har bitta bankda bir odamni o'zini mas'ul shaxsi bo'ladi, ya'ni Sachbearbeiter deydi yoki Berata deydi banklarda. O'shalarga borib yozma ravishda elektron pochta orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Keyingisi esa shaxsan filialga o'zingiz borsangiz bo'ladi. Endi ko'p holatda bu terminga bog'liq, bormi, yo'qmi, buni ham bir ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va albatta har safar qanaqa holatda bo'lmasin, shaxsan borgan bo'lsangiz ham, telefon orqali, misol uchun bugun ertalab telefon qilgan bo'lsangiz, oxirida ayting, yoki shaxsan borganingizda ham iltimos menga shu arizamni olganliging haqida yoki o'sha antragini, ya'ni mana arizamni qabul qilganliging haqida tasdiqnoma ber deb. Chunki u yerda ham odamlar ishlaydi va ko'p holatda ular ham esidan chiqarib qo'yishi mumkin. Aynan siz bordingiz, juda ham ko'p odam bor paytda bordingiz yoki telefon qildingiz, ular qayergadir kichkina qilib yozib oldi-da, lekin esidan chiqib ketdi. Siz O'zbekistonga qaytib ketdingiz, lekin u bank xodimasi qilmadi. U ham odam ertaga o'zini aybini tan olib kelmaydi, u qog'ozcha yo'q bo'lib ketgan. O'shaning uchun baribir yozma holatda elektron pochta orqalimi yoki xat orqalimi, endi hozir ko'pchilik elektron pochta ishlatadi. Mabodo biz seni xatingni olmaganmiz desa ham, mana men senga mana shu kuni jo'natganman deb turib aytib qo'yishinglarga imkon bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa o'sha tasdiqnomani oling deganim o'sha sabab bo'ladi. Endi qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi degan joyda men rosa ko'rib chiqdim. Asosan o'sha juda ham ko'p hujjat kerak bo'lmaydi. Pasport albatta yoki vizangiz, rayza pass deylik, shuni olib olasiz yoki birga jo'natasiz. Bank hisob raqamingiz, ya'ni IBAN nomeri, ariza yozasiz. Ariza men ozginadan keyin ko'rsataman. Bir taxminiy ariza blankasini yozib chiqdim. O'shandan foydalanib ham ariza yozsangiz bo'ladi va qoldiq summani oxirida qayerga nima qilish haqidagi ham ma'lumotni berib o'tishingiz kerak bo'ladi bankka. Ya'ni ular so'raydi, "Mana shuncha puling bor ekan, nima qilasan?" desa, "Yo'q, yechib olaman." Yoki "Mana boshqa raqamga o'tkazib ber" deb. Endi bu yerda vatandagi hisob raqam deb yozib qo'ydim har ehtimolga qarshi, lekin bunda gibur, ya'ni o'tkazib berganligi uchun xizmat haqini ko'proq olib qolishi mumkin O'zbekistonga. O'shani ham bir nazarda tutib qo'yasizlar. Mana shuni skrinshot qilib olsanglar bo'ladi. Bu taxminiy ariza. Aynan o'shanaqa bo'lishi emas, shart emas. O'zingiz shunga o'xshab turib, o'zingizga moslab turib yozsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha ism familiyangiz, qaysi bankligi, buni elektron pochta orqali ham shunday yozsangiz bo'ladi yoki elektron orqali bo'lsa, unta shrift shart emas. Yoki printerda chiqazib pochta orqali ham jo'natsangiz bo'ladi. Bu menimcha hammaga ham kerak bo'ladi.
Buni misollari juda ko'p internetda ham. Agar o'zingiz yo'q bu to'g'ri kelmas ekan menga desangiz, albatta o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. 6-bosqich esa hisobni yopish va tasdiq olish. Ya'ni boya qayta aytaman, tasdiq olishni bekorga har safar aytmayapman. Arizani berish, agar pochta orqali jo'natsangiz, albatta pochtaga borganingizda Per Einschreiben deb bering, chunki oddiy kichkina bir 1 yevrolik xat bilan jo'natsangiz, u xat borganligini siz tasdiqlab bera olmaysiz. Per Einschreiben desa, albatta u borganligini siz tracking nomer bo'ladi, ya'ni raqam beradi, internet orqali ko'rsangiz bo'ladi yoki ba'zi holatlarda imzo qo'ydirib ham oladi. Yoki eng aniq osonroq varianti bu elektron pochta orqali. Va albatta ikkinchi anaqada bankdan tasdiqnoma so'rang, yana qaytarib aytyapman. 3-bosqich esa qoldiq summani qayerga o'tkazishni o'zingiz oldindan hal qilib oling va bank kartalarini imkon qadar bankka qaytarib bering. Pochta orqali yoki o'zingiz shaxsan borib olib berasiz yoki yo'q qilib tashlash kerak, maydalab tashlash kerak. Va oxirida yana qaytarib aytaman, bank hisob raqamlari haqida yopilganligi haqida tasdiqnomani saqlab qo'ying. Bank jo'natadi, buni albatta saqlab qo'ying. Shu asosiy bugungi tushuntiradigan ishimiz. Menimcha ko'pchilikka ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham murakkab emas, osongina bu narsalarni hal qilsa bo'ladi, faqat ertaroq hal qilib rejalaringizni puxta qilib olsangiz, menimcha yaxshi bo'ladi.